Bugun professional santexnikka hamma o'ylaydigan, lekin hech kim so'ramaydigan savollarni berdik. Qani javoblarni eshitib ko'ramiz. Mijozlar narxni tushirish uchun eng ko'p qaysi gapni ishlatadi? Qaysi gapi bilan deysizmi? Asosan baribir tender qilyapmiz, kelishtirib bering. Doimo siz bilan keyingi obyektlarda ham ishlaymiz degan nima desam bo'ladi? Umumiy gaplar, hamma ham gapiradigan gaplar bilan asosan eritishga harakat qilishadi. Doimo ishlaymiz, yana keyingi obyektda ham bor deyishadi. Ishingizni o'rgatmoqchi bo'ladigan mijozlarga odatda nima deb javob berasiz? Odatda agarda siz mijozga professional ustaligingizni isbotlay olsangiz, mijoz kelib sizga aql o'rgatmaydi. Bilmadim, meni holatimda odatda unaqa vaziyatni kuzatmaganman. Agar mabodo bo'ladigan bo'lsa ham, ukajon, men agar rostdan ishingizni biladigan bo'lsangiz, ukajon, bu narsani men ustasiman, bilganman, o'rganganman. Agar mijozni gapi qanaqadir darajada noto'g'ri bo'lsa, noto'g'riligiini isbotlab bera olishim kerak. Ish tugagach, yarmini hozir, qolganini keyin beraman deydigan mijozlardan pulni olish uchun qanday ko'zir ishlatasiz? Afsuski ko'zirimiz yo'q. Ko'zirimiz yo'q. Endi u narsa nomardlik ham bo'lib qolishi mumkin, qanaqadir darajada kimgadir to'g'ri, kimgadir noto'g'ri. Masalan, tizimga qanaqadir probka tiqib qo'yadigan ustalar bo'lishi mumkin. Shunaqa qilib turib ko'zir yaratishi mumkin o'zi uchun. Tizimni yoqqan paytda ishlamagandan keyin nimaga ishlamayapti deb uy egasi chiqishi aniq ustaga, o'sha paytda pulni ber, keyin men senga tizimingni ishlatib beraman to'lov deb aytishi mumkin bo'ladi. Lekin deylik, masalan, unaqa qing'ir ishlar qilmayman deb deylik, halol ishlaydigan ustalar bo'ladigan bo'lsa, to'g'risini aytsam ko'zirimiz yo'q. Shunchaki shu mijozni vijdoniga ishonamiz xolos. Nega bugun qo'lidan ish keladigan ustaning emas, blogerning obro'si balandroq deb o'ylaysiz? Kimdir aybdor qilmasdimmi? Bilmadim, men jamiyatda o'zi tushunchasi shunaqa bo'lib boryapti-da. Blogerni ham o'ziga yarasha yaxshi tomonlari bor, masalan, plyus tomonlari bor. Albatta, agarda deylik, masalan, bloger o'zini to'g'ri yo'nalishini olib boradigan bo'lsa, yaxshi. Agar qanaqadir qadriyatlarga to'g'ri kelmaydigan ishlar qiladigan bo'lsa, u minus tomon. Endi yaxshi bloger bo'ladigan bo'lsa, u juda ham zo'r. Uni yomon tomoni yo'q. Men o'ylashim bo'yicha blogerlar taniqliroq bo'lganligi uchun nima desam bo'ladi? Hayotda muvaffaqiyatliroq deb ko'rilsa kerak. Ustalar bo'lsa, bir chekkada deylik, masalan, nima desam bo'ladi? Odamlarga tanilmasdan o'zini ishini qilib yurganligi uchun bir chetda odamlar u ustalarni muvaffaqiyatli deb bilmasa kerak balki. Lekin aslida bo'lishi mumkin, o'sha bloger topayotgan puldan ko'ra 2 barobar ko'proq pulni o'sha ustalar topishi mumkin. Agar pul nuqtai nazaridan qarasak.